Mana bu şekilde ham ishlashyapti, xolos xorilarda o'qishyapti ana. Mana bu şekilde ham xorilarda o'qishyapti. Qarasana. Fermaga nima profillar lesaga zaga to'pkalar bo'lyapti ana. Mana lesaga zaga to'pkalar. Bu yog'i endi biz boshladik xohlasa. Hammaga assalomu alaykum. Iqboljonuz kanalining hurmatli obunachilari, bizni muntazam kuzatib borgan aka-ukalar, YouTube ishqibozlari hamda konteyner mahsulotlari izlab yurgan aka-ukalar. Xudo xolasa biz konteyner mahsulotlarini eng arzon optimum joyga keldik. Xudo xolasa bugun sizlarga konteyner mahsulotlaridan tayyorlangan lesalar deysizlarmi, apalubka, mandaqangi karetalar, bundan tashqari xorilar, o'xirlar, xullas kalam hamma narsa bor. Bugun sizlarga shular narxlarini qo'ldan kelgancha ko'rsatib, yoritib berishga harakat qilamiz. Videolarimizni yoqsalar, yoqmasa dislike bosib, kommentariyada o'z fikr mulohazalarni qoldirishingiz mumkin. Videolarimizda xato va kamchiliklar bo'lsa, oldindan uzr so'raymiz. Kanalimizga yangi mehmonlar bo'lsa, ekraningizning o'ng tomonida qizil obuna bo'lish yoki pozitsiya tugmasi bor. Shuni bosib, qo'ng'iroqchalar chalib qo'ysangiz, biz kirgizib borayotgan videolarni birinchilardan bo'lib ko'rishga muyassar bo'lasizlar. Hurmatli obunachilar, videomiz Farg'ona viloyati Bo'yda tumani Qoratepa qishlog'idan Nemajon ukamizning konteyner mahsulotlaridan mahsulotlar sotadigan tochkalardan bo'lyapti. Xohlasa bu yerda hozir karetalar, bundaqangi nimalar, fermalar, xullas kalam hamma narsa bor. Fermalar to'qishyapti to'kalarimiz. Xohlasa bugun sizlarga shular narxlarini qo'ldan kelgancha chiroyliroq yoritib berishga harakat qilamiz. Xohlasa nomerlarni ekranimizda yozib qoldiramiz. Uzoq yaqindan kelmoqchi bo'lganlarga lokatsiyasini Iqboljonuz deb nomlangan Telegram kanalimizga tashlab qo'yamiz. Inshaalloh bugun sizlarga videoni o'tkazmasdan ko'rib tursangiz, hamma narsani ma'lumotini, narxlarini batafsil berishga harakat qilamiz. Akalar, sizlarga anenter videoni boshida to'liq eslatib o'tamiz. Bu yog'i mana qo'shni Bag'dod tumani, Farg'ona viloyati tarafdan Farg'ona shahri, Andijon viloyatlaridan kelishdan, Yangi Qo'rg'on markazidan kelishda bu tarafi Yangi Qadam, bu tarafga kelish, qo'shni Namangan viloyatlariga kelish. Shunda yo'lni bo'yida, bu Yangi Qo'rg'on markazidan kelganingizda, Bo'yda tumani markazidan kelganingizda, yo'lda chap qo'lingizda mana Nemajon ukamizning konteyner mahsulotlari tayyorlaydigan joyida. Xohlasa kelasizlar, lokatsiyasini Iqboljonuz deb nomlangan Telegram kanalimizga tashlab qo'yamiz. Kelasizlar, xudo xolasa bu yerda hamma shu kareta deysizlarmi, mandaqangi apalobka deysizlarmi, apalobkalarni turli xilda mana katta kichik razmerlar hammasidan bor, xudo xolasa. Shular narxlarini yoritib beramiz inshaalloh. Kelasizlar, hamma narsa bor. Mana bundaqangi kolonna apalobkalar, lesalar bor. Hamma narsa topiladi, xudo xolasa. Kelasizlar. Demak, hamma ishlariga, kasb-korlariga Alloh baraka bersin deb video samkamizni boshlaymiz. Like bosib, podpishkada bo'lib turasizlar degan umidamiz. Mana hurmatli obunachilar, xudo xolasa video samkamizni boshladik. Bizga bu apalobka turlari, narxlari bo'yicha xudo xolasa Nemajon ukamiz ma'lumot beradi. Nemajon, assalomu alaykum. Hormay, o'zingiz yaxshimi? Charchamaysiz? Alhamdulillah, Sidikullarda. Demak, mana shu nimalardan boshlasak? Apalobkalardan, birinchi. Bo'ldi, apalobkalar aka, mana ko'rib olinglar. Bular nechilik, ularni? Bular aka 60lik, 70lik, 80liklar bor aka hozir mana. Bular 8,5 milliondan 7 million 600 ming, 7 million 800 minggacha bo'lyapti. Har xil holatlargacha kapalakli, profilli bu qo'yib berilyapti akalar. Bir kampilik, ha? Bir kampilik, ha. Necha metr bo'ladi bir kampiligida? Bir kampilik 18 metr bo'ladi. Burchaklari 19 metr hisoblanadi aka. Burchaklari bilan, ha? Keyin mana kolonnalar bor mana. Hop. Kolonnalar bor. 3 million 800 ming so'm bo'lyapti mana bu. Kolonna 1 metrliklari bor. Stokaliklarga qo'ygani bular 1 million 300 ming so'm bo'lyapti. 1 metrlik 1 million 300 ming so'm. 1 million 300 ming so'm. Bu necha metrlik bunisi? Bunisi 3 metrli. 3 metrligi 3 million qancha? 3 million 800 ming so'm bo'lyapti. 3 million 800 ming so'mdan. Keyin lesalar bor mana. 2 metrli. Akalar bu Toshkentga Begobodda. Temiridan akalar bu birinchi sorti bu. Necha bo'ladi bitta kampligi buni? Bular 700 ming so'm bo'lyapti aka. 700 ming so'mdan. Bular kempingda qo'yilgan, hamma yo'q javob. Labon ichiga bemalol tushadi, paddoni, kashkaga hamma bo'ladi, bo'yiga, eniga? Bular 210 bo'ladi. Bo'yi. Buyog'i
95 bo'ladi. 95 bo'ladi. Stenkasi nechilik nimasi qalinligi? Stenkasi 1.7 stenkada tayyor bo'lib chiqqan. Mana shu kamplik, ha? Ha, shu kamplik, mana shu holati, ko'rinish holati shunaqa. Ha, nimalari ham qalin mana nimalari ham, paddonlari ham. Paddonlari ham, quloqlari ham hamma yo'q qalinidan qo'yilgan mana. Mana shu turish qancha deydi o'shanda bitta kampligiga? 700 ming so'm bo'lyapti. 700 ming so'mdan. Ko'proq olsa kelishgan xonasi ham bor, buni. Bo'ladi, kelishtirsa. Kelishtirib beramiz, xudo xolasa. Mana. Mana mishakalar ham bor, mishakalardan 3,5 million so'mdan mishakalar bor. Mishakalar 3,5 million so'mdan. 3,5 million so'm. Mana. Ko'raverasiz. Ba'da ham ko'ravering mana. Mana. 1 metrli lesalar bor mana aka. Hop. Bular 500 ming so'mdan bo'lyapti. Bir kamplik. Bir kamplik, bir tomonda kashshay bo'ladi aka. Keyin bu addenni paddonni so'raganlarga 200 ming so'm bo'lyapti aka. 200 ming so'mdan. Ha, addenni paddon. Addenni so'raganlarga. So'raganlarga, ha. Keyin mana serdesniklar, burchakliklar bor mana, burchakliklar aka. Ha. Burchak kolonnalar kuygan. Bular ham 3 metrlik burchaklar bo'ladi aka. Ha. Bular necha pul bir donasi? Bular 700 ming so'mdan bo'lyapti aka. Ha. Bir donasi 700 ming so'mdan. 700 ming so'mdan. Mana shu bir kampligimiz necha pul dedingiz o'sha 1 metrli? Mana shu bir kamplik bitta paddonda bo'lsa, Aha. shu 500 ming so'm bo'ladi. Ikkita paddon bo'lsa, shu patologga ko'pincha ikkita paddon olishyapti, 700 ming so'mdan qilib beryapmiz mana. 700 ming so'mdan beriladi, ha? Aha. Gap yo'q. Mana. Bular ham shu 1.7 stenka qalinligi, ha bular. 1.7 stenka, stenkasi o'sha Toshkentlik materialda, Begobod. Yaxshi materialdan ishlatilgan, ha, xolos. Yaxshi material, buklanmaydi. Yengilligi ham yengil, qattiqligi ham qattiq, chidam baquvvat. Chidamli nimalari ham yaxshi quyilgan, xolos, ha? Ha, bu kempingda quyilganda-mi chahlari? Hamma yo'q kempingda quyilgan svorkada emas. Bu chahlargacha hamma yo'qga javob beramiz aka. Xudo xolosa. Bu misol BXga odamlar mana chiqaryapti yurgan bo'lsa aka, biz 6 qavat, 7 qavat lisaga tikka qilib olguncha garantiya beramiz-da. Bu misol kimdir garantiya beradi, kimdir bermaydi. Bu berishiga ham bog'liq-da. O'sha ishlashiga bemalol garantiya beradi. 6 qavat, 7 qavat bemalol ishlataveradi. Aha. Gap yo'q. Mana. Mana biz ishlayib turgan seximiz. Mana burchak aplavkalar mana tayyor bo'lyapti. Xudo xolasa zakazga tayyor bo'lyapti. Bular o'sha adden o'sha g'ishti oldiga, silaka blokka, pena blokka hammasiga chiqaryapmiz mana. Kilnura o'sha o'ralatib, quyib, orasiga silaka blok to'ldirilaveradi mana. Tayyor. Xudo xolasa bu bitib chiqyapti. Xudo xolasa. Inshaalloh. Radana fond bo'lyapti, bu yo'q. Zagatopkalar shu hamma yo'q mana. Ular mana yangi listdan bitib chiqyapti turganlar 10 million, 9,5 millionda tayyor bo'lyapti ular. Yangi listdan. Ha, yangi listdan. Ko'rganlarimiz konteyner listdan Ha, edi. ular konteyner listdan bo'lyapti. Ha. Bular necha puldan bo'ladi? Bir kamplig'iga. 10 million bo'lyapti. Mana qalinligi stenkasiga bog'liqda. Ular 9 millionga ham borib qoladi. Stenkasi yuqa qalinligiga qarab tushib beraveradi. Ha, necha listga qarab? Bular hozir 208 mi shunaqa bo'lishi kerak. Ha, 208 lik. Mana shuni bir kampligiga necha pul bo'ladi o'shanda? Shu 10 million 500 ming so'm shuna to'xtayapti. Bir kampligida necha metra bo'ladi bular? Bular 2 metrlidan 8 ta bo'ladi. 1,5 metrlidan 8 ta, 1 metrlidan 8 ta bo'ladi-da. Allah. Shu holatda tayyorlab beramiz, chiqarib beramiz. Mana aka bog'dagi mana karetalarimiz bor. Mana karetalarimiz aka 650 ming so'mdan 560 minggacha bo'lyapti aka. Hozir bular 560 minglik aka. Bu 20 ga 2 metrlik aka. Keyin bu 40 ligiga 2 metrliklari bor. Ular ham o'sha 640 ming so'm, 650 ming so'mdan bo'lyapti. Mana bu yerda karetalarimiz xomlari, bu yerda turbalar bo'lyapti mana. Turbalarda 120 mingdan işte 90 minggacha bor. Endi katta kichikligiga qarab tayyorlab beryapmiz. Hozir mana shu turbalarimiz 120 ming so'mdan bo'lyapti. Nechlik turba mana bu? 25 lik turba. Ha. O'zi 25 lik rasmiyda esangiz hammasi shuni. Mana qo'y oxirlar bor aka. Qo'y oxirlarni mana 270 ming, 250 mingdan tayyorlab beryapmiz. Holatiga qarab. Hozir bu mana shu holat ha buni? Ha, bu xommi bu. Xommi. Tayyor holatda oyoqlarni qo'yib tayyor qilib beramiz. 270 ming so'mdan bo'ladi. Xolovchilarga shu holatda ham sotilaveradi, zakazga. Xolovchilarga endi buni qo'shib o'stirib ketadigan bo'lsa, unga qo'shilib yana narxlar o'zgaraveradi. Har xil holatlarda tayyor. Idishlar bor keyin mana. Mol oxirlar mana yem tayyorlaydigan nima pechkalarimiz ham bor akalar mana. Ularni ham ko'raverasizlar mana 24 talik, 26 talik bor ekan. Mana kompot idishlar. Kompotni tayyor tuzlab qo'yib
tuzlamalar bo'lsa, tuzlamalarni ham bankaga qamalgandan keyin qo'yiladigan idishlar aka. Necha puldan bular? Bular 280 ming, 300 ming har xil holatda qilib beramiz. Ular iloji boricha mana 220 mingliklar ham bo'ladi. Endi bankani ko'p tushadigan 26 ta, 27 ta, har xil 35 taligacha tayyorlab beramiz. Ammo nechta tushadi degan hozir mana shular? Hozir bular 26 tami shunaqa tushadi. 26 ta tushiradi, ha? Bulari? Bular o'sha molni yemini qaynatib tayyorlab beradigan idishlar. O'choqlar nimalar, ha? Bular necha puldan bularmi? Bular 350 mingdanmi? 350 mingdan bo'lyapti. 350 mingdan. Mana xorijlikka materiallar olib chiqib qo'yilgan akalar mana. Ular bir tomon uloq deganlarga sal ozroq qilib 180 ming, 175 mingdan tayyorlab berilyapti mana. 1 metr, ha? Bir tomon ulog'i bor. Endi ikkala tomoni ham butun bo'ladigan bo'lsa, har xil holatda 190 ming, 195 mingdan tayyor bo'lyapti. O'zimiz suvarka akalarimiz mana tayyor qilib qo'yiladi. Bir tomoni butun. Buni bir tomonida ulog'i bo'lsa ham bu tayanch pastagisi butun bo'lsa, qancha nagruska bo'lsa ham ko'taraveradi aka. Umuman bezuloq tayyorlab bersa necha puldan tayyorlab berasizlar 1 metrdan? Umuman bezuloq bo'lsa 200 ming so'mdan tayyorlab beramiz. 200 ming so'm tayyorlab beraveradi. Uni xohlagan razmerda tayyorlab beraveradi. 200 misol 6 metr misol bizga hozir mana shuni bitta uzuni 11.70 da buni. 6'miz uzunligi. Ularda 11.70 bo'lsa, bularni yana ozonlashtirishimiz mumkin. 11.70 ga bizga butun razmer kelsa. Endi menga uloq bas butun razmer bo'lsin desa, 6 metr yo'qsa 5 metr deydigan odamlar bo'ladi. Ularga chicha narx qimmat bo'ladi. Kesilib, appochkani hisobiga. Hisobiga, butun razmer bo'lgan hisobiga. Gap yo'q, ana. So'kalar pishirishyapti, ana chiroyli. Pishirib tayyorlashyapti. Buni ham mana xorilarni ham ko'raverasiz. Bu narxi o'zgarib boraveradi. Hozir mana quyilyapti. Kimdir menga ikki tomonidan quyib ber, kimdir menga bir tomonidan quyib ber deydi. Masalan, ikki tomonidan quyib bersang, yana u narxi yana boshqa narxda o'zgaraveradi. Narxi o'shanga qarab o'zgaraveradi. Bu tayyor profillar ham sotilaveradi. Bu profillar necha puldan? Profillar ham sotilaveradi aka. Bular 700 ming, 750 ming. Masalan, bu 11.70 da buniki. Hop. Buni 6 metrliklari ham bo'lib qoladi. 6 metrlar yana arzonroq bo'lib qoladi aka. Mana shu butuni hozir 11.70 ligi 700 ming so'm. 700 ming so'mdan. Ko'proq olsa kelishning xonasi beradi, buni ham xohlasa. Bo'ladi, kelishsa bo'ladi aka. Masalan, 6 metrliklari ham sal arzonrog'i bor. 6 metrli konteynerdagi arzonroq chiqadi, 11.70 konteynerdagi ham qimmatroq chiqadi. U uloqmasligi uchun qimmatroq chiqadi aka. Bo'ldi-da. Bular zagatopkalar mana ko'rilyapti mana. Mol oxirlar ham har xil bo'lyapti. Metta mol oxirga zagatopka qilib qo'yganmiz. Xudo xolasa bu ham bitib chiqadi. Bular ham hozir 350 ming, 400 mingdan bitib chiqadi mana. Yo'q, ana. Mana hurmatli obunachilar, xudo xolasa o'tsa kelamiz. Xorilar bilan to'qib tayyorlashyapti. Xudo xolasa bu yoqda tayyor karetalar bor, mana bu yoqda liselar. Xudo xolasa hozir Nemajon ukamizni ikkinchi sexlarga boramiz. U yerda o'sha reykalar, nimalar tayyorlanadi. Xudo xolasa konteynerdan mahsulotdan o'sha reyka, nimalar profillarni chiqarishadi. O'sha profillar tayyorlangan sexga borib, profillar narxini ham yoritib beramiz, xudo xolasa. Ana hurmatli obunachilar, xudo xolasa Nemajon ukamizning ikkinchi sexiga keldik. Bu yerda o'sha xorilar, asosan xorilar ekan bu yerda, firmalar, katta zdaniyalarga bezustun yopib beriladi. Yopib berilaveradi. Mana shundan boshlasak. Bu arzon varianti bu. Hop. 15 metrga da ko'taraveradi aka, bezustun ko'tarilaveradi. Nechilik profildan to'qilgan bular? Nechilik bular? 8 ga 4, 5 ga 5. Qalinligi? Qalinligi 1.7. 1.7, ha? Bular necha metrga turib bezustun ko'taradi? 15 metrga da. 15 metrga turib bezustun ko'taradi. Bezustun turaveradi. Narxi necha puldan bulardi? 160 mingdan bular. 160 mingdan. Yana ham ko'p kattaroq ob'yomda bo'lsa kelishtirgan holati bor. Kelishtirib beramiz. Kelishtirib beramiz, xudo xolasa. Mana. Hurmatli obunachilar, ko'raverasizlar, sizlarga ko'rsatib o'tamiz. Sizlar shu artimaga mehnatimizni qadrlab mana shu like bosib qo'ysalar, xursand bo'lamiz, xudo xolasa. Mana. Bu yoqda endi katta xorilar, katta firma. Katta firma, 20 metrga yopilyapti bu firmalar. 10 ga 5 profildan bo'lgan bu. Ichi lagi. Ichi lagalik mana. Mana. Necha metrga tayyorlangan hozir mana shu? 20 metrga. 20 metrga. Necha puldan mana shular 1 metri? Bular metri 230 ming so'mdan. 230 ming so'mdan. 1 metri. 1 metri, ha? Gap yo'q, mana. So'kalarimiz ana ishlayapti, xudo xolasa. Issiqlarda Suvarkan issiq yana ham issiq bo'ladi, gap yo'q. Shunchalik issiqda nima qilib turganlarga gap yo'q.
Bu ham o'shalarda sheriga. Ha, shuni davomi 20 metr, polni 20 metrga yopilyapti aka. 20 metrga o'sha bez ustun ko'taraveradi bular. Bez ustun ko'taradi, xudo xolasa. Mana. 20 metrga bez ustun. O'zi necha metrga bez ustun shuna tayyorlasa bo'ladi, ne ko'tarsa bo'ladi. Necha metr eng uzunligi? Bir 30 metrgadir yopilaveradi aka. 30 metrgadir U yopilaveradi. qimmatroq bo'ladi faqat. Ha. Nimalar ham yana ko'proq bo'ladi-da kashaylar uning ichida. Ha, kashaylari ko'proq bo'ladi, tagida fermasi bo'ladi. Ha. Mana nimalari ham quyilganlari ham jabbamani qilib quyilganda hozir. Gap yo'q. Ha. Bular 1 metr o'shanda 230 ming, 240 ming. 240 ming. 240 ming, 230 ming. O 160 mingdan boshlab 350 minggadir bor fermamiz. Ha. Katta o'sha uzunligiga qarab, bez ustun bo'lsa, ustun bo'lsa agar u nimasi yo'q. Kattaroq ob'yomda bo'lsa yana ham kelishtirib beramiz. Kelishtirib beramiz. Gap yo'q. Bu lagallar ham sotilaveradimi nimalar ham? Lagallarni topib beraveramiz agar. berilaveradi. Kerak nimalar bo'lsa, topib berilaveradi. Bir donasi qanchadan bo'ladi lagallarda agar? Lagallar 85 ming so'm bir donasi. Bir donasi, ha? Ha. Gap yo'q. Qo'rg'ali, qo'rg'asiz. Aha. Gap yo'q, mana. Mana. Bir donasi 85 ming so'mdan 85 ming so'm. kelishgan xonasi bor hozir buni ham, ha? Bor. Mana. Domlachilar mana lagalar, nimalar, xorilar to'qishyapti narsalarimiz. Mana. Gap yo'q. Loskalar mana, hurmatli domlachilar, xohlasa. Mana sokalarimiz to'qiyapti mana. Xorilar mana. Nomerlar shunday ekranda bo'ladi. Ekranda nomerlarga aloqaga chiqib, zakat berib, noxolis kelaverasizlar mana. Mana tayyor xorilarni 20 metrga tayyorlashayotgan bez ustun. Mana domlalar ham turli xildagi mana konteyner mahsulotlardan profillarimiz bor mana. Rakam. Nima jamoasidan nechiga nechi mana shular? 4 ga 4 aka bu. 4 ga 4. Sinkasi nechilar bo'ladi bular? 107. 107. Narxi nechi puldan bo'ladi? 48 ming so'm. 48 ming so'm. 260 bo'ladi. Bitta buzuni 260 bo'ladi, ha? Mana 260. Bularimiz 7 lik bular. 7 lik, ha? Bular nechi pul bir donasi? 20 ming so'm donasi aka. Bir donasi 20 ming so'mdan. Buni ham bo'yi uzunligi 230 bo'ladi. 230 bo'ladi. Mana. Latohlarimiz bu, latohlar. Latohlarimiz 35 ming. Latohlarimiz 35 ming so'm metri. Metr, ha? 1 metr 35 ming. Mana shu 2 qancha? 230 bo'ladi, ha? Mana. Har xil turdagi profillar bor, xudo xolosada. Aloqaga chiqaradi. 4 ga 4 ham aka. Mana, bu ham 4 ga 4. Mana. Mana. Aytdim. 10 deyiladi. Aha. Narxlarini 30 ming so'm beryapmiz, uzunligi 230, hammasi toza qalin tom materialdan bo'lgan. Ha. Sinkasi nechilik bo'ladi o'shanda? Sinkasi 2 bo'ladi uni. 2, ha. Xudo xolosa bular ham ko'proq ob'yomda kelishilgan xonasi bor, ha? Kelishilgan holati bor, xudo xolosa. Bo'ldi. Mana hurmatli domlachilar, aloqaga chiqarasizlar, xudo xolosa.